Amerika Tashqi ishlar ministrligi yaqinda davlat majlisiga yo'llagan dokladida Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan qo'rqinchli dafsandichiligiga qarata besimini kuchaytirganligini, Amerikaning huquqiy va boylik manbasini shiltib, majburiy emgakni to'xtatadiganligini bildirgan. Dokladda aytilishicha, bu masalaning boshqa davlatlar, sanoatlashgan 7 davlat guruhi va xususiy shirkatlar bilan bo'lgan yig'inlarda o'tirib qo'yildi ekan. Dokladda Amerika hukumati Xinjiangdagi majburiy emgakka qarshi turishda o'zining huquqiy va boylik manbasini to'liq qo'llandi deyilgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk İşxanasının bayonotchisi 10 may bayonot e'lon qilib, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk oliy amaldori Michelle Bacheletning bu oyning oxirida Xitoyni ziyorat qiladiganligini, xalqaro jamiyat kutayotgani uzun bo'lgan bu ziyorat davomida Sharqiy Turkistonni ziyorat qiladiganligini bildirgan. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk İşxanasının bayonotchisi Les Terroles, Reuters agentligiga yo'llagan el-xatda Kişilik Hukuk İşxanası oldin tayyorlik guruhining Guangzhouga yetib borganligini, Sharqiy Turkistonni ziyorat qilishdan burun yuqum tadbiri sifatida ayrilib tekshirilishi kerakligini, oldin tayyorlik guruhining 5 kishidan tarkib topadiganligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk oliy komissarining ziyoratini qarshi olganligini, lekin tekshirishga qarshi turganligini aytdi. Dünya Xitoy virusi tadbirlarini boshlayotgan bir paytda Xitoy nol yuqumlang'ichi siyosati bilan qattiq tadbirlarni yo'lga qo'ymoqda. Xitoy Davlatlik Ko'chmanlar idorasining bayonotida COVID-19 yuqumi sababidan zarur bo'lmagan ahvolda chet elga chiqishga ruxsat qilinmaydiganligi, pasport va sayohat hujjatlarining tasdiqlanishida tafsiliy tekshirishlarning yo'lga qo'yilganligi e'lon qilindi. Bundan boshqa Xitoy 2023-yillik Osiyo Lo'ng'isi futbol musobaqasiga sohibxonlik qilishdan chekinib chiqqanligini jakarildi. Dunyo sayyoh tashkiloti yaqinda e'lon qilgan bayonotida Xitoyning nol yuqumlang'ichi strategiyasini davomlashtirishning mumkin emasligini o'tirib qo'ydi. Yaponiya bosh shtabining boshlig'i Yamazaki Koji davlatiga yaqin joyda safar qilayotgan Xitoy aviamarkasini aeroplanlarning qo'nish va uchish faoliyatlarining bexatarlik andisi keltirib chiqarganligini ta'kidladi. Leoning aviamarkasi 5-oyning 12-kunigacha bu rayonda qoldi deb ko'rsatgan Yamazaki, biz Yaponiyaning g'arbiy, janubiy va Tayvanga yaqin joylarda ketayotgan Xitoy dengiz armiyasining faoliyatiga jiddiy muomala qilamiz dedi. Hindiston hukumati bug'doy eksportining yemaklik bexatarligiga tahdidlab qarab chekildi. Bug'doy eksportiga tuzish kirgizish loyihasi Hindiston rasmiy gazetida e'lon qilindi. Rossiyaning Yevropaning ochliq ombiri deb atalgan Ukrainaga qilgan hujumi bug'doyning bahosini 14 yildan buyongi eng yuqori saviyaga yetkazdi. Shuning bilan birga taxminan 40 million tonna ochliqning Ukrainaning omborlarida eksport qilishni saqlayotganligi mo'ljallanmoqda. Abu Zabi shahzodasi Sheyx Muhammad bin Zayed Al Nahyan Arab Birlashma Xalifaligining yangi prezidenti bo'lib saylanib, oldingi kuni qazo qilgan prezident Sheyx Xalifa bin Zayed Al Nahyanning o'rnini oldi. Qozog'iston energiya ministri Bolat Akcho'lakov Turkiyaning Mersin shahrida qurilayotgan Oqquyi yadro elektr stansiyasining qurilish o'rnini ziyorat qildi.